Assalomu alaykum. Bugun xavfsizlikni zamonaviy texnologiyalarsiz tasavvur qilish qiyin. Shu bois Milliy gvardiyada innovatsion yo'nalishdagi ishlar ham izchil davom ettirilmoqda. Milliy gvardiya qo'mondoni general-polkovnik Bahodir Tashmatov Uz-kosmos agentligi huzuridagi kosmik monitoring va geoaxborot texnologiyalari markazida bo'lib, zamonaviy kosmik va geoaxborot texnologiyalarining imkoniyatlari, ularni amaliyotda qo'llash istiqbollari hamda hamkorlik masalalarini o'rgandi. Shuningdek, Huawei kompaniyasining O'zbekistondagi filialida raqamli texnologiyalar, robototexnika va zamonaviy texnik yechimlar bilan yaqindan tanishdi. Uchrashuv davomida elektron dasturlar, raqamlashtirishga qaratilgan loyihalar hamda Unitree kompaniyasining zamonaviy robotlari namoyish etildi. Milliy gvardiya haqida nima bilasan? Milliy gvardiyami? Qurolli kuchlar tarkibidagi maxsus bir tuzilma. Ular asosan jamoat tartibini saqlash, muhim obyektlarni qo'riqlash bilan shug'ullanishadi. Muloqot chog'ida ilg'or texnologiyalar va robototexnika imkoniyatlaridan jamoat xavfsizligini ta'minlashda foydalanish istiqbollari muhokama qilinib, kelgusidagi hamkorlik masalalari yuzasidan fikr almashildi. Jamoat xavfsizligi yo'nalishidagi vazifalarning amaliy ijrosi hududlarda manzilli o'rganildi. Milliy gvardiya qo'mondoni Samarqand shahrida bo'lib, xavfsiz muhitni yaratishga qaratilgan chora-tadbirlar, xizmat faoliyatining tashkil etilishi hamda shaxsiy tarkibning jangovar va jismoniy tayyorgarligi bilan yaqindan tanishdi. O'rganishlar davomida xizmat samaradorligini yanada oshirish, shaxsiy tarkibning tayyorgarligini zamon talablariga mos tashkillashtirib borish yuzasidan muhim vazifalar belgilab berildi. Haftaning yana bir yorqin voqeasi bilim va tafakkurga asoslangan zakovat musobaqasi bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 35 yiliga bag'ishlangan bellashuvda ishtirokchilar bilim, tezkor fikrlash, topqirlik va mantiqiy salohiyatlarni namoyon etdilar. Qancha bilimdon, qancha tajribali, qancha aqlli bo'lsalaring, yangi O'zbekiston yanada yuqori darajaga ko'tariladi. Tadbir yakunida Milliy gvardiya qo'mondoni musobaqada g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalarni munosib taqdirladi. Milliy gvardiya qo'mondoni raisligida 2026-yilning birinchi yarim yilligi sarhisob qilinib, kelgusidagi ustuvor vazifalar belgilandi. Hay'at yig'ilishida jangovar shaylik va maxsus tayyorgarlik, jamoat xavfsizligini ta'minlash, jinoyat va huquqbuzarliklarning oldini olish, harbiy intizom, ma'naviy-ma'rifiy tayyorgarlik hamda moddiy-texnik ta'minot masalalari muhokama qilindi. Mavjud kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish, xizmat samaradorligini oshirish, rahbarlarning shaxsiy mas'uliyatini kuchaytirish